Qorasuv bozoridagi savdogarlarga havasim keladi. Hamma bo'lmashlarda assalomu alaykum o'zimni. Yaxshi niyatda bir ish qilsam, shunaqa savdo qilaman degan do'stlarimizga Qirg'iziston Qorasuv shahri Qorasuv bozorimizdan juda ham katta zo'r yangilik ustiga kelib qoldik. Bizda turmushi tovarlari bilan qo'shilib, messalari bilan sotiladigan tayyor biznesimiz, ya'ni tayyor konteynerimiz bugun sizlar xizmatlarga bugun sotuvga chiqdi. Do'stlar, eng asosiysi messamiz Qorasuv bozorining eng горячий zo'r tochkasida joylashgan bo'lyapti. Mana bu qatorimiz aynan omadli nolvoy qatori bo'lyapsizlar. Sanab telefon qatoridan keyingi, ya'ni 3-obuv qatoriga burilganimizda, ya'ni eng boshida, eng hadovoy o'ng qo'llarda 3-mi, 4-chi messamiz bo'lyapti. Bu yer nolvoyga yaqinligi hisobidan aralash holatda nima qilsalar ham bo'laveradigan holatda. Bu yerda parfyumeriya tovarlarimizni qo'ni qo'shnilari bor ekan, hattoki bu yerda zonti sotgan akalarimiz ham bor ekan. Mana bu tomoni to'liq holatda obuv qatori, ya'ni 3-obuv qatori bo'lib qoladi. Bu yerda ko'ryapsizlar, odam variantda, ya'ni hammamizga ham Qorasuv bozorida, ya'ni savdogarlik nasib qilsin. Bu konteynerimiz 2 etajli konteynerimizni ko'ryapsizlar, 2 etajli, ichidan shunaqa xotlari bilan, ichida pon elektromontajlari, eng asosiysi tovarlari bilan do'stlar, turmushlari bilan shunaqa parfyumeriya tovarlarimiz eng svejisi, shunaqa upa, supa, atir, patir, kosmetika hamma tovarlar sveji, hammasini xudo xolasa turmush bilan sotaman, deyapti. O'zini kelgan izlaridan ham xudo xolasa ozgina ziyon qilib sizlarga foyda, ya'ni qoladigan qilib qoldirib berar ekan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, qiziqqanlarga shu 2 etajli konteynerimizni turmush tovarlari bilan $45,000 yana ozgina kami bor deyapti. Yo'q, endi men obuv qilaman, yo'q boshqa tovar qilaman, menga tovarlari kerak emas degan do'stlarimizga konteynerni o'zi $35,000 deyilyapti. Xudo xolasa kami bor. Yo'q, 45,000 ga o'zini olinglar, yo'q 35,000 dan kamini so'rab o'zini olinglar. Ya'ni 5 tovar desanglar, mana vitrina hamma yo'g'ini bo'm-bo'sh qilib olib ketar ekan. Bo'lmasa palon pulga qilingan vitrinasi shunaqa tayyor holatda. 2-etajimizda ham sklad qatori bu tovarlarimizni bosilib yotibgan. Bu yerda juda ham ko'p tovarlar, ya'ni sizlarga xudo xolasa yaxshi variantda faqatgina shu stolga kelib o'tirib pul sanab bersa bo'ldi. Buni haqiqiy tayyor biznes desa bo'ladi. Hozir 2-etajga chiqib kelamiz. Xotlarni ham juda ham udobniy qilib qo'ygan ekan. Bu yerda mana to'ldir, optimiga, mana pachka bu korobkalarimizni hammasi ichida bor. Ko'rsatingda mana to'ldir holatda. Ya'ni optimiga tovarlarimizni bay qilib, xudo xolasa maza qilib ish qiladigan mana zo'r konteynerimiz, ya'ni zo'r biznesimiz sizlar xizmatingizga chiqib qoldi. Baylanish uchun telefon nomerlari 0554 00 30 35 0554 00 30 35. Ushul nomerlarga kengroq qayrilib daha bir ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Esim aytim bo'yicha uka ta'kidlab aytib qo'y deyapti. Ya'ni dokumentlari вообще problemasi yo'q. Hattoki haligi konteynerda o'zini dogovorlari, boshqasi hamma yo'g'i gatoviy holatda, olsa sразу nomiga o'tkazib beradigan tayyor holatda. Endi bu yerda tovarlarimiz chek yo'q ekan. Uni har birini ko'rsatganini endi o'zingizlar bildinglar. Xullas, yaxshi, normalniy pulli xudo xolasa ko'p tovarlar bilan gatoviy biznesimizga hammalar chaqirib qolamiz. Qayerda ishlaysan desa, Qorasuv bozori savdo qilaman deyishdi. Hammamizga ham nasib qilsin. Endi qolgan qutgan narsalarni egasiga telefon qilib yana ma'lumotlarni olib gaplashib olsanglar bo'ladi do'stlar. Alsat kanalimizni jana sizning xizmatingizda.